Hadovoy lokatsiyada do'stlar, ikkinchi etajda faizli xonadonimiz sotuvga chiqarilgan. Enlari 2 metr bo'ladi balkonimiz do'stlar. Bo'yi esa 6 metr. Mana tashqaridan ko'rinishi batafsil do'stlar. Avtostansiya. Bu yerda mashina kiriladi. Ikkinchi etaj. Bitta bemalol cho'tib asvejit qilib olsalaringiz, o'zlaringizga moslashtirib, bunimiz birinchi xonamiz. Как положено. Remontlari yaxshi. Bu tarafdan ko'rinishi va do'stlar, bu tarafdagi ko'chamiz do'stlar. Mana bu yer dvorni ichi hisoblanadi do'stlar. Как положено. Bu yerda bunday kirib keladi. U avtostansiya, yangi ochilgan korzinkada shunday kirib kelsalaringiz ham bo'ladi bemalol. Yo bu yerdan avtostansiya tarafga shunday kirsalaringiz, bu yerda birinchi pod'ezd bo'ladi, ikkinchi etaj. Bu yer bunday yopiladi. Keyin bu yerda ikkinchi xonamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Remontlari ham yaxshi. Отоплениялар bor, sovuq issiq suv bor do'stlar. Bu yerda hammom, bu yerda ham отоплениялari bor. Sovuq suv bor, как положено, sharoitlari yaxshi. Bu yerda hojatxonamiz, hojatxonasi ham kengina bemalol. Yerimizda aristonimiz joylashgan do'stlar. Narxini hozir aynan egalarini o'zi 32 ming dollar deyishyapti. O'zi narxini 33 ming deyishgan edi, 32 mingga tushirib qo'ydik. Bemalol kelib, savdolashib, yanada arzonroq narxga xarid qilishlaringiz mumkin. Obuna bo'lib, like bosib, fikrimizni bildiramiz. Astagi raqamlarga tezroq qo'ng'iroq qilamiz. Chunki bunaqa narxga kirpichni dom uy topishimiz bunaqa zo'r lokatsiyadan juda ham qiyin.